Hammaga salom. Videomizni ko'rayotganingizdan juda xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda Tikoning karbyuratorini qismlarga ajratib, uni yaxshilab tozalaymiz. Keling, endi Tikoning havo filtri qutisini yechib olamiz. Endi navbat havo filtri tagidagi karbyuratorga. 12 mm lik botlarni bo'shatib, uni ham birga yechib olamiz. Karbyuratorni yechib olganimizdan keyin mana ko'rib turganingizdek vpuskniy kollektor ko'rinadi. Yechib olgan karbyuratorimizni ofisga olib kirdik. Endi buni yaxshilab tozalab, vakuum shlanglarini yangisiga almashtiramiz. Endi esa vpuskniy kollektorni ham bir chiroyli qilib tozalab olamiz. Kollektorning gaykalarini bo'shatib, uni ham yechib olamiz. Mana, kollektorni olganimizdan keyin hamma joy bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Kollektorni ham ofisga olib kirib, uni yaxshilab yuvib tozalaymiz. Kollektorni teshkari qilib ag'darib, pastki qismini ko'rsak, xuddi kutganimdek, vakuum shlangi uzilib yotibdi. Bu qism o'rnatilgan holatda ko'rinmaydi. Shuning uchun uni yechganimizda darrov almashtirib qo'yishimiz kerak. Biroz tozalash ishlarini qilamizda, keyin hamma vakuum shlanglarini bittada yangisiga almashtirib tashlaymiz. Vakuum shlanglari rezinadan qilingan. Rezinadan bo'lgan shlanglar esa motorning issiqligi sababli vaqt o'tishi bilan qotib qoladi. Qotib qolgan shlanglar esa tezda sinib ketadi. Qotib qolgan hamma vakuum shlanglarini olib tashlaymiz va o'rniga yumshoqqina yangi shlanglarni bittada o'rnatib chiqamiz. Almashtirish ishlari juda zo'r ketyapti. Endi navbat kollektorni joyiga yig'ishga. Karbyurator prokladkalaridan ancha ko'p sotib olib zaxira qilib qo'yganman. Vakuum shlanglarini o'z joylariga ulab, kollektorni o'rnatishni ham tugatib oldik. Endi esa navbat karbyuratorni yig'ishga. Kelib uni joyiga o'rnatamiz. Karbyuratorni yig'ib bo'lgach, uning atrofidagi hamma vakuum shlanglarini o'z joylariga birin-ketin ulab chiqamiz. Shu bilan yana bitta Tikoning holati juda zo'r bo'ldi. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Bu bizga yangi videolar tayyorlashda katta kuch bag'ishlaydi.